Uydagi mana bunday eski drabkalarni ishlatgan afzalmi yoki o'rniga zamonaviy donni ham, hashayni ham chiqaradigan drabka olgan ma'qulmi? Bularning qulayliklari nimada, afzalligi nimada? Videomizni oxirigacha ko'rsangiz, ma'lumotlarni berib, donimizdan, hashagimizdan ozgina chiqarib ko'rsatib beramiz. Videomizni oxirigacha ko'ringlar, yoqsa like bosib qo'yinglar. Hop, qulayliklarni sanab o'taylik. Qulayligi hop, bu donni chiqaradi, bu donni chiqarmaydi. Bunda pichoq kamroq, bunda pichoq ko'proq. Bunda balonchasi bor, bunda balonchasi yo'q. Bunda voltmetr yo'q, bunda voltmetr bor. 4 ta bo'ldimi? Hop. Yana qulayligi hop, mana setkalari yondan chiqib tushadi dedik. Ya'ni qulaylik jami 5 ta bo'lyapti. Yana qanaqadir qulaylik yetmagan bo'lsa, kommentariyga yozib ketasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, hurmatli Nolon kanal kuzatuvchilari, drabka va chorva ishqibozlari. Ko'rishingiz mumkin mana ikkita drabkani qo'yib qo'yganmiz. Bittasi eski modelda, bittasi yangi modelda. Bularning farqlari nimada? Afzalligi nimada? Videomizni oxirigacha ko'rsanglar, bularni to'liq tushuntirib, ozgina hashagimizdan va donimizdan chiqarib ko'rsatib beramiz. Birinchi o'rinda eski drabkamizni boshlaymiz, ozgina ma'lumotni berib, keyin buni ko'rsatib o'tamiz. Hop. Mana bu eski drabkamiz, ko'rishingiz mumkin. Solingan joyi to'rtburchak, pastlari no'loq, 200 talik bochkadan qilingan ekan. Hop, bunda ham shu 3 kilovat motor qo'yilgan. 220 ga ishlaydi. Mana bunaqa mana hop, kabellarda qo'yilgan, ya'ni premoy. Tokka siqilsa ishlaydi. Ya'ni bunda voltmetr yo'q, avtomat yo'q. Tokka siqilsa ishlaydi. Model yomon emas. Yaxshi holatda qilingan, ya'ni o'zining davrida ancha effekt bo'lgan. Bu ham ashayda ham donni ham chiqaradi. Faqat bu bilan farqi, men aytib o'tadigan bo'lsak, bunda faqat hashay chiqaradi. Men don ham chiqarish mumkin, uning uchun setga qo'yish kerak. Hop, bunda mana buni qopqog'ini bu yerda qopqog'ini topa olmadik. Bu joyga qopqog'ini qotirib setga qo'yib qo'yiladi. Shunda hashay chiqaveradi. Hop, mana pichoqlarni ko'rishingiz mumkin. Oddiy holatda qilingan. Bresoli ikkita, ya'ni plus holatda bo'lgan, bitta uzunroq minus holatda, bitta plus o'rtaga qilingan. Yaxshi, yomon emas, yaxshi modelda qilingan. Hop, endi bu yangi modelimiz, ko'rishingiz mumkin. 4 xil setkasi bor. Bittasi o'zida mana. O'zidagi molbob. Bunisi qo'ybob, bunisi yormaga, bunisi kepakka mana. Ikkita hashakka, ikkita donga, yorma kepak holatda. Hop. Bunimizni ko'rishingiz mumkin, ham solingan joy to'rtburchak. Don uchun mana bunaqa zaslonkasi bor. Bu yoqdan sotilganda, bu yoqdan soda ketadi. Buni olib qo'yilsa, mana bemalol hashaylarni solib chiqarsa bo'ladi. Hashakni har qanday turini chiqaradi. Somon, beda, pohol, mosh, yerong'opiris, makkapoyapiris, hattoki g'o'zapoyani ham chiqaradi. Pichoqlarni ko'rsatib qo'yaylik mana. Pichoqlari narigindan ancha farq qiladi. Nariginda oddiy resolli bo'lsa, bunda mana kallioniy segmentlar, 6 ta molotkoy, kallioniy segment, ya'ni kuydirilgan, sug'orilgan. Bu kuydirishdan sug'orishdan maqsad pichoqni umrini uzoqroq qiladi, uncha-muncha o'tdan so'qmaydi. Mana bu listlarim qalin 18 lik bo'ladi. O'zining og'irligi 5 kg atrofida chiqadi. Ya'ni universal hozirgi zamonaviy pichoqlardan. Hop. Hamma joyi ko'rishingiz mumkin mana yangi listdan bo'lgan. Kraskalari ham parashkoy bilan oddiy emas, yaxshi bilan qilingan. Mana bunaqa qoplaydigan joyi ham bor. Qop bemo'yil qo'yib, hashaydan donni ham chiqarsa, qopga tushadi, isrof bo'lmaydi. Keyin uydagi, misol uchun erkak kishi bo'lmaydigan bo'lsa, ayollar farzandlar uchun mana qulayliklar qilib qo'yganmiz. Ikkita balonchasi bor. Bu yoqdan bu yoqqa yetaversa bo'ladi, bemalol. Juda ham qulay va bir insonga og'irlik tug'dirmaydi. Hop, yana bitta farqi, mana bunda aytgan bo'lsak, setkasi bu joydan qotirilsa, bunda qotirish shart emas mana. Yonidan tushadi. Osongina mana. 3-4 sekund vaqt ketadi bunga. Bunda boltga ekan hech qotirib bo'lmaydi. Keyin mana bunda voltmetr yo'q edi, mana bunda voltmetrlar bor. Tokka tiqiladi mana. Tokka tiqilsa ko'rsatib turadi nechiligini. Ko'taramiz. Yuradi. Juda ham qulay holatda ishlangan. Tokkadan ko'rsatib turadi. Bunda ham shunaqa 3 kilovat 3 mega motor qo'yilgan. Ikkalasi motor deyarli bir xil. Hop, qulayliklarni sanab o'taylik. Qulayligi bu donni chiqaradi, bu donni chiqarmaydi. Bunda pichoq kamroq, bunda pichoq ko'proq. Bunda balonchasi bor, bunda balonchasi yo'q. Bunda voltmetr yo'q, bunda voltmetr bor.
to'rtta bo'ldimi? Hop. Yana qulayligi, hop mana setkalari yondan chiqib tushadi edik. Ya'ni qulaylik jami 5 ta bo'lyapti. Yana qanaqadir qulaylik yetmagan bo'lsa, kommentariyga yozib ketasizlar. Endi videomizni cho'zib yubormaymiz. Klientlarimiz, ya'ni obunachilarimiz zerikib qolmasligi uchun shu hozir eski modelimizda ozgina mana tashagimizni chiqarib ko'rsatib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu mana premboy, ulasak sirasi ishlaydi. Hurmatli obunachilar, ko'rdinglar mana chiqqan natijasi. Endi setkasi yo'qligi uchun yirikroq holatda chiqardi. Agar bunga ham setka qo'yilsa, maydaroq holatda chiqaradi. Ko'rdinglar mana uzoqqa yubordi, tepadan ham qaytarib yubordi o'tlarni. Yaxshi yomon emas. Endi bunda chiqarib ko'rsatib beramiz. Hurmatli obunachilar, mana molbob setkasi, ya'ni eng yirik setkasi chiqqan natijasi. Agar bunisi qo'yiladigan bo'lsa, undan mayda qilib yuboradi. Mol qo'yga shuni berib yuborsa bo'ladi, maza qiladi. Endi dravkada chiqarib berilsa, aytib o'taylik, o't isrof bo'lmaydi. Ba'zi joylarda ham eshityapmiz, pressni narigi qishloqqa borib, donasini 5 ming, 6 mingdan chiqarib kelyapti. Dravka olib qo'yilsa, uyda bemalol o'zi xohlagan paytda bepulga tekinga chiqarib oladi. Xo'p, o'timizni chiqarib berdik. Endi ozgina yorma setkani qo'yib olamiz. Sotali donamizni chiqarib beramiz. Xo'p, mana buni setkani chiqarib olamiz. Aytayotganim juda ham oson, bir 2 sekundchagina vaqt ketadi. Yorma setkasini qo'yib oldik va bunaqa zaslonchani qo'yib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Sotamizni to'kib oldik. Kichkina emas, katta-katta. Qani endi boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana yorma holatda chiqardi. Mol qo'yga shuni bersam bo'ladi, qaynatib bersam bo'ladi. Hozirda shu bahorda jo'jo sezoni boshlanyapti, jo'jolarga shuni bersam bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana ko'rdinglar. Kelasi ham, bunda ham ozroq chiqarib berdik. Ko'rdinglar, bunda faqat hashak chiqaradi. Bunda mana hashakdan chiqaradi, donni ham chiqaradi. Keyin bunda
ozgina ko'proq solinsa tiqilib qolish ehtimoli bor. Bunda bemalol katta holatda o'zinglar ko'rdinglar, katta solindi. Mana sotali makkani ham chiqarib ko'rsatib berdik. Xo'p, kimgadir shunaqangi universal drayvkalar, arava, mishalka, xo'p, yana bizda vakuum drayvkalarimiz bor. Shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, pastda O'zbekistondagi va Qirg'izistondagi raqamlarimizni qoldirib ketamiz. Bemalol aloqaga chiqib, zakaz berishlari mumkin. Zakazlarni xohlasa, butun O'zbekiston va Qirg'iziston bo'ylab yetkazib beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar.